Avvalambor assalomu alaykum barchaga. Bu video Rossiyada yurgan migrant aka-ukalarimizga yetib borishi uchun albatta shu videoga like bosib qo'ying bittadan. Shu yo'l bilan bir-birimizga yordam beramiz. Sabab hozirda jamoat transportlarida qattiq tekshiruv ketyapti. Yo'l kirani to'lab yuribdimi, yo'qmi, bu yerda ruskiymi, o'zbekmi, qirg'izmi farqi yo'q. Kim bo'lishidan qat'iy nazar avtobusning ichida nechta odam bo'ladigan bo'lsa, har birini biletini mana tekshiryapti. O'zingiz ko'rib guvoh bo'lyapsizlar. Kartani urganmi, urmaganmi proverka qilishyapti. Tushgandan keyin mana to'g'rida o'sha politsiyskilar ham bor ekan. O'zingiz ko'rib mana ko'zingiz bilan guvoh bo'lyapsizlar. Если что, migrantlarni bittasini ko'rib qolsa, yugurib borib ushlayapti. Undan tashqari dokumentlarni ham tekshirib proverka qilishyapti. Albatta bu videoni like bosing, podelitsiya qiling, bir-biringizga tarqatib qo'ying. Ogoh bo'lsin. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ying.